Mana qarang, yedirib turgan, kiydirib turgan va inshaalloh sizni savlatingiz, mahramingiz, inshaalloh sizga Allohning bergan panohi bo'lgan erkakdan ko'chada shikoyat qilgan ayol Alloh taoloning qahriga uchrar ekan. Endi shularni qilmasa unda boshqa gap. Erkakchi deyilsa payg'ambarimiz alayhisalom erkakga tug'ib beradigan, kirini yuvadigan, oshini pishiradigan, uyini supuradigan, ona otasiga rahm qiladigan xotinni aybini ko'chaga chiqib etsa, u erkak ham qarangki, erkaklik sinovdan o'tolmabdi. Shuning uchun bir-biriga libos. Xotin qarangki, ayb qilganda erkak yopuvchi libos. Er ayb qilganda xotin yopuvchi libosga aylanar ekan. Fatima Zahro onam bir kuni yotganmishlarda, qornilarida bola, qo'llarida bolamish. Endi shunaqangi bir qiyinchilik vaqtlar kelibdiki, 3 kundan beri quruq suv ichamishlar, ichlariga hech narsa kirmasmish. Tinkalari qurib shunday osilib qolganlarida Hazrat Ali peshonalarini silab turib, "Ey azizam, shuncha yo'qchilik ko'rasan, shuncha qiyinchilik ko'rasan uyimda. Biron marta chiqib otangdan bitta kulcha so'ramaysan, yo bir aybimni yetmaysan." Har doim kelsalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Qorningiz to'qmi? Jonim qizim, eniz butmi?" desalar, "Allohga shukr, uyim tinch" deb yerga qarasalar, payg'ambarimiz alayhisalom hammasini bilib, sezib, qizlarini sabriga tasanno qilib o'tirar ekanlar. Endi o'sha kunlardan bir kun yana shunaqa yiqilib qolgan paytlarida Fatima bugun bir narsa topib kelmasam, bolayam och, o'zing ham och qolasan debdilar. Hazrat Ali shunday eshikni ochib, "Ey Alloh, senga tavakkul qildim. Ayol duo qil, ayol duo qilsa eriga beradi" deb ko'chaga chiqib ketibdilar. 3 qadam yursalar yerda yaraqlab turgan qizil tangaga ko'zlari tushib qopti. Ali qizil tangani yerdan ko'tarib olibdilar, yugurib bozorga boribdilar. Bitta meshda un beribdi. Ali unni olib kelibdilar, ayollariga bersalar, ayollari bitta tog'oraga suv solib, Aliga undan xamir qoribdilar. Yana hadisda davomida aytadilar Hazrat Ali, "Allohga qasamki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Fatima shunchalik ochlikdan tillasi qurigan ediki, hatto xamirni qorib turib boshi bilan tog'oraga qarayki, urilib ketardi" degan ekanlar. Peshona sochlari xamir bilan bitta bo'lib tushib turardiki, jasadni ko'tarib turishga kuchlari yetmagan ekan. Mana. Endi hozirgilarga shuni solishtirsangiz, go'sht yeyotgan, saryo yeyotgan, qarangki, yaxshi taom yeyotganlarga solishtirib tursangiz, 3 kun yedirib, 1 kun yedirmagan erni doston qilsa, Alloh taoloning qahriga uchrab qolishi mumkin ekan-da, Alloh asrasin. Endi Xudoning qudratini qarang. Borib haligindan chalpay qilibdilar-da, Fatima onam davolga suyanib, chalpay qilibdilar-da, qizitib turib toshni, o'choqning ichiga tosh qo'yib turib, haligi tosh bilan bitta qilib chalpaylarni yoqib chiqibdilar. Yog' yo'q, boshqa narsa yo'q, quruq chalpay. Haligini hillab bollari bilan yebdilar. Hazrat Aliga beribdilar-da, to'rttasini bir dasturxonchaga tugib